O'rta, adanglarning mazasi bo'lmay qopti, klinikaga olib keldim. O'rta, o'zi adam yuraklarni mazasi yo'q. Iltimos qarab turma, Toshkentga yo'lga chiqdim. Hozir 3-4 soatda yetib boraman. Doktor dori-darmonlar yozib berdi. Yonimda pul olib chiqmadim, o'rta. Nima kerak bo'lsa adamga olib kelib yetkazib ber, o'rta. Kartaga pul tashlayveraman. Iltimos sendan. O'rta, kelib qoldingmi? Doktor yana dori yozib berdi. Hozir aksiga olib, mashina buzilib qoldi. Men taksida bo'lsa ham yetib boraman. Bir nima qilib tur, iltimos. O'rta, nima bo'ldi, qalladi? Bardam bo'l. Amakimlarni berib qo'ydik. Yuvchiga xabarini beraman. O'rta, sani kirishing shart emas. Yo'qchini $200 ga. Go'rkov vaqtim yo'q deyotdi, amallab $300 ga ko'ndirdi. Shunda pulni bersang tashab chiqaman. Shu pulni bersam, to'yasanmi? Oldin mazalari bo'lmay qolganda dori-darmon berib o'zlariga keltirib olardik. Nima bo'ldi, doktor? Foydasi bo'lmadimi bunga? Otangizlarni olib kelganda jonlari uzun bo'lgan edi. Dori-darmon bilan saqlab qolish imkoni bo'lganda, biz ham shu yo'lni tutgan bo'lardik. Chunki dorilarimiz o'zimizda yetarli. Otamni o'ligidan foydalanib pul ishladingmi? Sen odam desam, hayvon ekansan-ku. Ha? Tiqilib bo'l. Yetmaganni kafaningga tiqib ketaman.